Assalomu alaykum barchaga. Bugun Shure mikrofoni keldi. Ya'ni Shure mikrofoni, bu mikrofon ayni UXD24D varianti bugungi kunda Stabkildan ham ko'proqroq sotilyapti. Sababi brend zo'r, Shure brendi, keyin sifati ko'p. Buni ham har xil turdagisi bor. Даже ko'rdim $140 bor ekan. Bunisi uni qimmatroq varianti 280, ba'zi joylarda 300, ba'zi joylarda 250 ham sotilyapti ekan. Men olib keldim, ko'rdim. Hozir sizlar bilan bitta birgalikda ochib ko'ramiz, ishlatib ko'ramiz. Oxirini to'yda ishlatib ko'ramiz. Yangi mikrofonni ochib ko'ramiz. Deydi-yu. Bismillah, hammaga nasib qilsin. Xo'p, ochilgani bilan dokumenti bor ekan. Xo'p, dokumenti ham ancha qalin. Ikkita chexoli chiqdi. Shurda yaxshi ko'rganim har doim shu nuri bilan beradi. Rahmat avvalo. Endi glavnisiga o'tamiz. Xo'p, nima Xo'p, ko'rinishi UXD24D. Bu yerda ключи, настройкасы hali yoqib ko'rilgani yo'q. Bu mikrofon eng ko'p sotilgan, hozirgi kunda eng ko'p sotildi, ya'ni Stabkildan ham o'tib ketdi bu narsa. Geyni ham bor ekan bu yerda. Bu kontroller ekan. Ko'ramiz orqa taraflari. Xo'p, pitani 12 volt 3,5 amper ekan. 4 ta antena и yana alohida sitovoy. Xo'p. Shuni yopishtirib qo'yishgan ekan. Xo'p. Mikrofonni o'ziga kelamiz. Mikrofonni o'zi Beta 58. Agar buni original varianti bo'lganda bay. Lekin bu ham ancha og'ir. Sifati zo'r deyishdi. Mana batareyaga qo'yadigan joylari. Bu yerda o'zida yana alohida menyu bor. Buni ishlatib ko'rganlar bo'lsa, men ishlatib ko'rganman buni. Menyusini to'yist yaxshi. Menyuni o'zida yana nastroyga qilsangiz bo'ladi. Shu высокий kamroq bo'lsa, высокий, niz kamroq bo'lsa, niz qo'ysangiz bo'ladi. Mana. Shure. Bu ko'rinishlari yomon emas. Mana bu ochiladi, ochilar ekan galobkasi. Xo'p, tilla rangda. Och tilla rangda, bu yaxshi degani. Tilla rang bo'ladi, o'zi original variantlarda o'zi tilla bo'lgan ekan mana shu joylari. Eski apparatchilardan so'radim, shunaqa deyishdi. Xo'p, ikkinchisi bu. Ikkinchisi ham xuddi shunday va komplektida bunaqa rezinalari o'ziniki. Blok pitaniyasi alohida biz uchun, bizning sharoitlarimizga mo'ljallangan degan tayyor. 12 volt 400 milliamper. Bunaqasini ustida pastroq yozgan. Antennalari. Antennasi ancha katta ekan lekin. Bu yaxshi degani ancha katta ekan antennasi. Keyin ikkita palchik shuni bor. Bitta kanalga alohida bo'lsa kerak. Xo'p, endi yoqib ko'rish kerak buni, yoqib izlasinmi. Antennasi lekin haqiqatan katta ekan. Kattaroq bo'lsa yaxshi bu, sababi signal olishi ham yaxshi bo'ladi. Birlar kichkina bo'ladi, qiynalib qoladi. Qo'y.
yoqib ko'ramiz hozir. Hop, bitta ucunu tirab olamiz. Tokka tiqib yoqib ko'raylik. Hop, yondi. Lekin originalini ishlatib yurgan odamlar bo'lsa biladi. Originali ham xuddi mana shunaqa chastota bo'lib ko'rsatadi, agar ko'rinayotgan bo'lsa mana. Originalda ham xuddi mana shunaqa. Menyusida nima bor ekan? Menyuda kanali, chastotasi yo'q. Hop. Gain. Bu bunaqa qilish ekan. Agar ko'rinayotgan bo'lsa kameramizga qayta yuklash bo'lishi kerak bu. Hop. Bu anaqa kanal yo'qolib qolsa topish ekan. Mana minus eng balanti plus 30 desibel ekan. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Enter. Mut turibdi hozir. Mikrofonni ham yoqib ko'ramiz hozir. Batareyka olaman. Ketkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Xo'p, mana. Yaxshisi tez yonar ekan bu. Da. 5. Da. Buni ko'rib olishimiz kerak. 3000, 6000 kanalimiz o'zgarib ketdi. Bitta topib olamiz. Hop, bo'ldi mana, joyiga keldi. Da. Mana signal uryapti. Da. Oli bu, buni antenasi. Buni menyusini ko'rmaganlar bo'lsa, ko'rsataman hozir. Agar ishlasa. Yo'q, ishlamadi menyusi. Mana ishladi. Xatroq bo'lish kerak ekan. O'xti. Kanallar ham o'zgarib ketar ekan. Mana bunaqasiga ekan, uzr. Mana. Hech, mana. Bunaqasi высокий, низкий turgan ekan. Men высокийga o'tkazib qo'ydim. Saqlanib bo'ldi. Mana bunaqasiga menyu 56 60 ga ko'tarib qo'yamiz. Necha bor ekan eng oxiri? 99 gacha bor ekan. Kanali. Bu yerda nechinchi kanal turibdi? Bu yerda 7-kanal turibdi ekan. 7-kanalga qatar qo'yishimiz kerak. Xo'p, chuqurlab chiqsak ko'p narsa bor bu yerda. Da. Buni endi to'yga olib chiqib ko'ramiz. Qanaqa ishlaydi, nima qiladi. Sizlarga videoni yakunida, bu videoni tugatmaymiz-da.
to'yga olib chiqib, to'yda oxirida keyin izoh beraman. Videomiz davom etadi. Qolgan to'yda davom ettiramiz. Xo'p, assalomu alaykum. Hozir aka, hozir. Biz IEAC 12 Bizni kutganlarga, mehrini tutganlarga, yoshga, qariga, bari-bariga, mehmonu mezbonga, xonimlarga, janoblarga, ammalarga, xolalarga, tog'alarga xullas kalom yaxshi niyat bilan ushbu dargohga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarga qo'limiz ko'ksimizdan assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum tansifatlikda shunaqa kuzni tarovatli chiroyli kunlarda siz azizlar bilan shunaqa chiroyli tantanalarda ko'rishib turganimizdan benihoya xursand bo'lgan holda ikkala yoshlarimizga dunyodagi eng chiroyli tilaklarni tilab qolamiz. Yoshlar baxtli bo'ling, saodatli bo'ling. Azizlar, tantanamizni chiroyli tarzda ochib olish uchun oila vakillariga va mahallamizning nuroniy otaxonlariga izlanamiz. Sahnamizni badiiy maydoniga oila vakillaridan Yo'ldosh otajonimiz, kelinchagimizni bu